Assalamu alaikum, bizning kanalning ko'ruvchilari. Bugun 20 mart. No'xat torpaqlar tortamiz. Aka qancha olindi shu? 25.500 so'mga sotib olib turdi mana. Erkak bular? Erkak ko'rdingizmi? Amnaga. Onda like basalikda like bosib qo'yinglar. Qancha donasi aka torpaq? 33.500 so'm sotib olindi o'ja deb o'tasizmi? Sotib olindi turdi onlar. 33.500 so'mga sotib olindi. Yaxshi. Qancha dodasi aka? 35. 35 ming ot hozir. Do'stlik kana. Siz qancha dodasiz? 23.500 so'm bu. Sotildimi? Sotib turdi onlar. Bu qancha bu cho'ngroq? 37 ga sotilib o'tir. Qancha bir yaş bor ekan-a? Bir yaş ekan. Ammaga. Qaysi oldi da? Paza mesey. Çay veresin, götürsen endi. Var bilim kaçırasın deysin. Qancha chiqdi aka? O'xshi. 250. 158.500 so'm bu. Bol tatgan to'g'onlar 4 shtuk. Maçlar ko'rtasizlar to'g'onlar. Qanchaga bo'lsa oldi odat. Qanchaga ketayotgan to'g'onlar ko'rib qo'yaylik. Aytdi. Kerak bo'lsa-chu, aparodan beret o'jamcha. Qanchaga bo'lsa oldi odat aka? Qanchaga bo'lsa oldi odat? 159 oldi to'g'onlar. Ammo qancha bo'ldi aka shu? Qancha oldi shu? 21.500 so'mga sotib qo'yadi to'g'onlar erkak. Bo'ldi, qaranglar. Qancha verdingiz aka shuga? 20. Urg'a chiqqan edi to'g'onlar. 20 mingga. Bo'ldi. Qaysi bo'ldi aka? Qancha berdi shular? 25.700 so'mga sotib qo'yadi. Qancha dedi o'zi? 26.5 oldi. Do'stlik kanali. To'g'ri aytsangiz aka. Yaxshi. Gap shuni qancha so'radi aka? 26.500 so'm so'radi ekan to'g'ri. Taqsir qancha oldi shu? Ha? Qancha oldi aka shu? 45. Bo'z aka? Qisir ekan. 45 ming so'm. Urg'ochi bular? Qancha bo'ldi bu? 52-53 dan bo'ladi. Aka Juğovi 52-53. Sotib qo'yadi. O'z qancha dedingiz? Men o'zim 55 dedim. 55. Oz-moz bor ekan-da. Juğ ekan to'g'onlar. Maşallah, mana tövbe deganda.
Ya bu kumaşın da qanchada odasiz aka? 36'da otam. 36. Qancha so'rasiz demak aka? 34 ga sotib olyapti. 34 mingga. Aka siz qanchaga sotmadingiz? 45. Qancha so'rashdi aka? Arqil. Arqil so'radi deydi aka. Amaga. Bu qisir aka? Qanchada otasiz? 50 kam var. 50 ming kam bor. Qancha berishdi aka siz bo'lsa? 43. 43 ga sotib olibdi o'g'illar. 43 ga. Ya uşul qancha oldi aka? 21.500 so'mga sotib oldingizlarmi? Alınıp da tamam. Urg'achi bular? Urg'achi. Urg'achi ekan. Urg'achi. Ya qancha bo'lishmi? 25. Qancha berishdi? Berishilakmi? Urg'achi bular? Tuğanlar like basılaydı, like bas baba. Kaça verdi? Kaça verdi ki şu? 20.300 son bu. Urga çıkanda? 20.300 son verdi. Ya şu kaça oldu ki? 16.500. Urgaçı mı? 16.500 son bu. Taze. Yaş topu. Berseniz yaxshilab oldi. Urg'achi aka? Urg'achi. Qanchada otasiz buni? 13 lira oldu. 13. So'rashuvni biz So'radingizlarmi? Yok, ya 13 lira. Ha, Ben aytmadim. Ben mi geldim? Ver şunu. 13 mi? qancha? Qanchada otasiz aka? 20. Urg'ochi ekan-da? Qancha berdingiz aka shuga? Ha. 10 minga 300 so'm so'rayapman. Erkak urg'ochi? Urg'ochi. Urg'ochi. 10 mingga 300 so'm so'rayapti turib qaranglar. Yaxshi. Qaranglar o'ta kichik ekan. Qanchada olasiz aka torpoq? 16. Urg'ochi aka? Urg'ochi. 16 mingda olib turib. Qancha so'radam aka shu? 14. 14 ga sotib olibdi. Mana. Ha, biroz kichkina. Qanchada olasiz aka shu? 30 kam. Urg'ochi? Erkek. 30. Nima yaxshimi? Yaxshi o'zingiz. Qo'ydi. 30 mingda olib turib hozir. Erkakmi? Qancha bu? 20 mingga beriladi. 20 mingga sotib olibdi to'g'ri. Qaranglar. Erkak torpoq. Bu qanchaga bu? Pulu 30 kam var. 30 kam bor. Qanchaga sotmadingiz aka? 22. 22 ga sotib olibdi hozir. 32, adashma. Ha, 32 ga mi? Ha, 32 ga sotib olibdi. Qancha oldi aka shulay? 26. 26. Buncha bu? 22.400. 22.400 so'm olibdi. Hozir ana o'shaga 2